marta. İchida o'sha qoni aytdim sizga giperplaziya bo'lib, o'sib boraveradi va o'sha yerda polipsimoq hosilalar paydo bo'ladi. Va matka uni qisqarib chiqarishga harakat qiladi, shuning uchun shunaqa qon ketdi sizda. Endi bu joydagi to'qimali o'sganini sababi haqiqatda gormonal yetishmovchiligimi? Endi bu sizni ham hisobga olish kerak-da, opa, to'g'ri urinishingiz yosh, lekin siz уже menopauza yoshidagi ayolsiz, tabiatga puxni o'zolmaymiz. Bu возрастda yana qo'shimcha endometriy, bachadonni endometriy onkologiya holatlari, rak holatlarida ham mana shunaqa qon ketishlar kuzatiladi. Men просто shu kuni sizga buni sразу tushuntirganimda qo'rqib ketarsiz. O'shanga ham ikkita maqsadda sizda tozalab oldik endometriyni. Birinchisi qon to'xtatish maqsadida ekstremniy birinchi yordam bo'ldi. Gemoglobin tushib ketganda, ancha kun qon ketgan sizda. Ikkinchisi o'shani tekshirib ko'rishimiz kerak edi. Masalan, yozib bersam bo'lardi o'sha gormoningizni, lekin ertaga xudo asrasin 2-3 oyda qo'rqinchli holatdan ko'rib qolishingiz mumkin bo'ladi. Mana hozir buni bu dunyo asal yozgan, sizni ham, meni ham ko'nglimiz xotirjam bo'ldi. Mana shu 4842 nomerda bu davlatning joyi, o'sha yerda registratsiya bo'ldi, sizning nomingiz o'sha yerda saqlanadi. Hech qanaqa onkologiya yo'q, lekin polip bor. Ana o'sha polipni hisobiga shu holat bo'ldi. Endi hozir sizni lecheniya qilmasam, keyingi oyga yana bo'ladi shu narsa. O'shaning uchun buni